qalam Parvardigor farmonini ado etmoqlikka kirishdi va Bismillahirrohmanirrohim kalimasini 700 yilda yozib tugatdi. Assalotu vassalomu alayka yo Rasululloh. Assalotu vassalomu alayka yo Habibulloh. Assalotu vassalomu alayka yo xayr xalqilloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nuri muboraklarining yaratilishi va undan hosil bo'lgan ashyolar bayoni. Xudovandi Karim nurning 4-qismini yana 4ga bo'ldi. Avvalgi qismidan Arshul Azimni yaratdi. Ikkinchi qismidan kursini yasadi. Uchinchi qismidan maloikalarni bunyod etdi. Endi shu nurning 4-qismini yana 4 qismga bo'ldi. Avvalidan osmonlarni ko'tardi. Ikkinchi qismidan yer yuzini to'shadi. Uchinchi qismidan jannat bilan do'zaxni yaratdi. 4-qismini yana 4ga bo'ldi. Birinchi qismidan mo'minlarni, ikkinchi qismidan ularning dillarini hamda shu jumlaga mo'minlarning zabonlarini qo'shib yaratdi. Uchinchi qismini dunyodagi bor karomatlar va bashoratlarga bag'ishladi. Ana endi 4-qismidan Muhammad Mustafa nurlarining aynan o'zini yaratdi va Muhammad Mustafa nomiga navbat kelganda unga salovat aytish fara bo'ldi.